Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari, yaxshimisizlar? Charchamasdan, ro'zalar tutib toliqmasdan. O'tgan safar biz bitta kalso yasagan edik. To'g'ri, soddaroq ish edi-yu. Ko'pchilik kommentariyada zo'r iliq munosabat qoldirishdi. Rahmat hammalariga. Bir ikkita negativlar ham bo'ladi endi, unga parvo qilmaymiz. O'sha kalsoyimizni yasagan edik. Bu kalsodan nima yasadik? Mana ko'ringlar. Ustiga shayba qo'ydik va o'zidan shu yasalgan doira shaklidagi armatura, 5 armaturani o'ziga tayoqcha qo'ydik. Buni nimaga qo'ydik? Xo'p, buni batafsil tushuntirib o'taman. Buni bitta zakazchi akamiz bor edilar. U kishi o'sha Marg'ilon shahar Satgekuri Progressda asalari boqar ekanlar, asalari bilan shug'ullanar ekanlar. Shunga yerga qo'yganda haligi qumursqa kamroq chiqish maqsadida, endi to'g'ri bundan ham chiqadi-yu, lekin shu bo'yini 25 santimetr qilib shundan zakaz qilgan edilar. Shu asalarini yashigini tagiga to'rtta tomoniga no'shka qilib qo'yar ekanlar. Agar kimga qiziq bo'lsa, asalari boqiydigan tanishlaring bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, jo'natib qo'yinglar. Shu videoni foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Albatta, bundan oldingi videoyimizda juda ham iliq fikrlar bildirishdi. Rahmat hammaga. Tanajonlari sog' bo'lsin. Ancha xursand bo'ldim. Shu bizni arzimagan ishimiz bo'lsa ham ma'qullab turganlarga Alloh rahmati bo'lsin. Rahmat hammalaringga, sog' bo'linglar. Yana qanaqa xizmatlar bo'lsa, Svarga xizmati bo'yicha Marg'ilon shahar Satgekuriydamiz. Xudo xolasa ishlarni bitkazib beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bu endi to'g'ri oddiy sodda bo'lsa ham bitta kichkina yangilik, lekin Xudo xolasa yaxshi yangiliklar bilan Ramazondan keyingi bel bog'lab turibmiz. Xudo xolasa yangiliklar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Maksimal darajada bu videoni yaqinlaringga jo'natib qo'yinglar. Rahmat hammalarga. Xursandman sizlar bilan. Xudo xolasa ancha ish qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.